uning ilm, san'at va ta'limga bo'lgan e'tibori shuni ko'rsatadiki, madaniyatga befarq jamiyat asta-sekin ma'no o'zla boshlaydi. Navoiy davridagi Herot oddiy shahar değildi. U yerda fikr erkinligi, ilmiy muloqot va ijodiy ruh yashardi. Oyendai mayhan tanho zamoni qobil tasavvur xohat bud ki siyosat az mantiqi hazf fosila girad. Hurmatli Soranvol Bahodur Atoyi janoblari, albatta Birlik siyosiy va madaniy uzvi janoblaridan taqozo qilamizki, stejga tashrif buyurib va yozgan maqolalarini yo ham suxanronlik fikr qilaman huzurlaringizga taqdim etsin. Marhamat. Ulug' Tengri Taolo oti bilan gahi topdim falakdan notavollig, gahi ko'rdim zamondan komronlig. Basi issiq sovuq ko'rdim zamondan, basi achchiq chuchuq topdim jahondan. Navoiy. Insonni tafakkur ne'mati bilan saylagan, ongni mas'uliyat sirri etkilagan va axloqni insoniy qadr va qimmat mezoni etib belgilagan zot nomi bilan. Barcha ulug'vorlar, farhangiylar, shaxsiyatlar, fozil va xiratmandlar, shoir va yozuvchilar, tolardagi jamiyatning huzurlariga o'z salomlarimni mehr va muhabbat bilan taqdim qilaman. Hurmatli begimlar va qadrli efendilar, bugun madaniyat, bilim va insoniy hamjihatlik haqida qayg'uruvchi aziz insonlar birlik yo'li siyosiy oqimi tomonidan davrasida bo'lish men uchun katta mamnuniyat va faxrga sazovordir. Qadrli ustozlar, ziyolilar, olimlar, izlayotgan yoshlar va irodali opa-singillarimizning bu yerdagi mavjudligi jamiyatimizda eng umid va mas'uliyat hali ham tirik ekanini yorqin dalilidir. Bunday uchrashuvlar oddiy tadbir emas demak kerak, balki to'xtab o'ylash, suhbatlash va umumiy yo'limizni qayta ko'zdan kechirish uchun yaratilgan ma'naviy imkoniyatdir. Amir Alisher Navoiy tavalludini eslash bu faqat tarixiy xotira bo'lmagan, balki madaniyat va tafakkurning insoniy hayotidagi o'rni haqida chuqur mulohizaga chorlashdir. Hazrati Navoiy bizning tariximizda shoir va yozuvchi bilan birga, balki so'z go'zalligi, fikr tiranligi va ijtimoiy mas'uliyatini uyg'unlashtira olgan komil inson timsolidir. U bizga madaniyat bizak emas, balki yashash usuli ekanini o'rtaga. Navoiy nazarida til faqat aloqa vositasi emas, balki tafakkur makoni va inson qadr va qimmatining posboni edi. Uning ilm, san'at va ta'limga bo'lgan e'tibori shuni ko'rsatadiki, madaniyatga befarq jamiyat asta-sekin ma'no o'zla boshlaydi. Navoiy davridagi Herot oddiy shahar değildi. U yerda fikr erkinligi, ilmiy muloqot va ijodiy ruh yashardi. Bu tarixiy tajriba bizga shuni ko'rsatadiki, madaniy yuksalish inson o'z fikrida xavfsiz his qilganda, turli g'oyalar ifoda topganda va rang-baranglik tahdid emas, imkon sifatida qabul qilinganda yuz beradi. Bu merosni qayta o'qish bizni so'nggi asrlar tajribasi ustida ham o'ylashga majbur qiladi. Tarix ko'p bora isbotladi. Madaniy va insoniy xilma-xillikni inkor etish, masofalarni chuqurlashtirish ishonchni yemiradi. Majbur sukut va chetlatish hech qachon barqaror osoyish keltirmagan. Bu diyorda yashovchi o'zbek turkman turklari ham boshqa xalqlar qatori ushbu jamiyatning tirik va ajralmas qismidir.
ularning tili, adabiyoti, musiqasi va xotirasi umumiy madaniy manzaramizni boy etib kelgan. Bu haqiqatni tan olish, imtiyoz talab qilish emas, balki ijtimoiy va insoniy rostlikka hurmatdir. Me'yorli va angli qarish shuni anglatadi, yaxshiroq kelajak muloqotdan tug'iladi. Hukm chiqarishdan avval tinglash, rad etishdan avval tushunish va o'tmishga tanqidiy ammo adolatli nigoh bilan qara olgan jamiyat ertangi kunni osoyishroq qurshaga yaqin bo'ladi. Amir Alisher Navoiy merosi shu ma'noda bugun uchun ham ko'zgudir. U bizga bir vaqtning o'zida yulduzli va bag'ri keng bo'lish mumkinligini yaratdi. O'zligini asrab boshqalarning qadr va qiymatini a'zozlash ko'p ovozli jamiyatlar uchun zarur muvozanadir. Bozxoniy merosi Amir Alisher Navoiy زمان معنا و عمق واقعی می‌یابد که آن را در پرتو تحولات یک قرن اخیر نیز مورد بررسی قرار دهیم. در این دوره سیاست‌های هویت زدا و تمرکز گرایانه نسبت به ترک‌های این سرزمین اعمال شده که پیامدهای آن تضعیف تنوع فرهنگی، تخریب میراث تاریخی و شکلگیری شکاف‌های اجتماعی بوده است. این روندها نه رویدادهای تصادفی بلکه نتایج مستقیم سیاست‌های اند که فرهنگ و هویت را تهدید برای یک گروه قوم یا منطقه خاص تلقی کرده و افغانستان را به وضعیت آشفته و بحران زده سوق داده‌اند، تا جایی که امروز حتی آموزش و حقوق زنان نیز با محدودیت و بهمیری روبرو شده است. با وجود این واقعیت‌های تلخ، ترک‌های افغانستان در تمامی مقاطع تاریخی نقش تعیین کننده در دفاع از تمامیت ارضی، توسعه فرهنگی، تقویت سیاسی و اجتماعی و تداوم دولتداری ایفاده کردند. با این حال این مشارکت در بسیاری از ساختارهای سیاسی و اداری به درستی بازتاب نیافته و اغلب با رویکردهای حاشیه‌ساز و حزب‌گرایانه مواجه شده است. وضعیتی که به بحران اعتماد، کاهش همبستگی ملی و تضعیف مشروعیت سیاسی انجامیده است. جریان سیاسی برلیکولی راه وحدت بر این باور است که عبور افغانستان از بحران کنونی مستلزم بازنگری بنیادین در الگوی دولتداری، بازسازی عدالت تاریخی، به رسمیت شناختن واقعی تنوع فرهنگی و هویتی کشور است. این جریان فرهنگ و دانش را نه عناصر تزئینی بلکه ستونهای اساسی سیاست می‌داند و بر گفتگو، مشارکت برابر و اخلاق عمومی به عنوان پیش شرط‌های ثبات پایدار و صلح عادلانه تأکید می‌ورزد. در پرتو این اندیشه میراث امیرعلیشیر نوایی صرفاً متعلق به گذشته نیست، بلکه منبع نظری و الهام بخش برای آینده به شمار می‌رود. الگویی که نشان می‌دهد سیاست عقلانی بدون حذف و انکار می‌تواند همزمان وحدت ملی و تکثر فرهنگی را تضمین کند. آینده میهن تنها زمان قابل تصور خواهد بود که سیاست از منطق حذف فاصله گیرد و بر پایه خرد جمعی، عدالت تاریخی و مشارکت فراگیر باز تعریف گردد. گرامی داشت از سال روز تولد امیرعلیشیر نوایی تلاش آگاهانه برای پیوند دادن حافظه تاریخی با بازاندیشی آینده است. آینده‌ای که در آن فرهنگ، دانش و اخلاق بار دیگر به ارکان اصلی سیاست و دولتداری در وطن بدل شود. امید است این پیام به ویژه برای نسل جوان الهام بخش باشد تا با جسارت، مسئولیت پذیری و عشق به فرهنگ و هویت خویش در ساختن آینده عادلانه، انسانی و پایدار نقش ایفا کنند. در پایان از توجه و همراهی شما سپاسگزارم و امیدوارم این بحث گامی هرچند کوچک در مسیر تغییر فهم ما از میراث فرهنگی و افقهای آینده میهن رنجیده ما باشد. با تشکر از حسن استماع شما. بهادر عطایی. تشکر.
hurmatli atoyi janoblardan bir dunyo minnatdorchilik bildiramiz.